Plastik ifloslanish haqida gap ketganda, biz deyarli doim ko'zga ko'rinadigan narsalarni tasavvur qilamiz. Sohildagi paketlar, okeandagi idishlar, chiqindi poligonlari. Ammo ehtimol bu voqeaning eng muhim qismiga deyarli hech qachon e'tibor berilmaydi. Chunki eng dahshatlisi plastik oyoq ostida yotganida emas, balki ko'zdan g'oyib bo'lganida yuz bera boshlaydi. Plastik mikro va nano o'lchamgacha parchalanganda, u oddiy chiqindi bo'lishdan to'xtaydi. U o'zini butunlay boshqa turdagi material, ya'ni faol zarracha kabi tuta boshlaydi. Bunday zarracha uchun bizga ma'lum bo'lgan shakl va massa emas, balki uning noyob xususiyatlari, jumladan atrof muhitdagi barcha narsalar, jumladan inson bilan o'zaro ta'sirga kirishishiga yordam beradigan zaryadi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tuproqda u o'simliklarning ildiz tizimlari va mikrob jamoalari bilan o'zaro ta'sirlashadi. Suv muhitida plankton va dengiz organizmlari bilan, quruqlikdagi ekotizimlarda esa hasharotlar, qushlar va hayvonlar bilan o'zaro ta'sirga kirishadi. Mikro va nanoplastik zarralari ozuqa zanjirlari orqali o'tib, bioakkumulyatsiya jarayonlariga qo'shiladi va butun ekotizimlar mavjud bo'lgan sharoitlarni o'zgartiradi. Allatra Global tadqiqot markazi olimlari tomonidan tayyorlangan nanoplastik salomatlik, ekotizimlar va atrof muhiti uchun xavflarning tizimli tahlili nomli fundamental hisobot aynan shu masalaga bag'ishlangan. Ushbu ma'ruza mikro va nanoplastikka bag'ishlangan 597 ilmiy nashr ma'lumotlarini yagona tizimga jamlangani sababli ushbu sohadagi eng keng ko'lamli zamonaviy ishlardan biri hisoblanadi. Unda muammo yaxlit xarita kabi ko'rsatilgan. Nanoplastik zarralarning fizik xususiyatlaridan tortib, ularning hujayralar, to'qimalar, organizmlar va ekotizimlar bilan o'zaro ta'sirigacha. Hisobotga ko'ra, mikro va nanoplastik havoda, suvda, tuproqda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarida, oziq-ovqat zanjirlarida va hatto inson organizmida ham bor. Mualliflar to'plagan tadqiqotlar nanoplastik zarralarining yo'ldosh, o'pka, jigar, miya va boshqa a'zolarda topilganini ko'rsatadi. Hisobotda nanoplastikning inson organizmidagi eng himoyalangan biologik to'siqlarni, ichak, yo'ldosh, gematoensefalik va boshqa himoya to'siqlarini yengib o'tish qobiliyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Nanoplastik hujayraga kirgach, bugungi kunda eng asosiylaridan sanaladigan vayronkor mexanizmlar ishga tushadi. Oksidlanish stressi, mitoxondriyalar faoliyatining buzilishi, yallig'lanish reaksiyalari va hujayraviy jarayonlarning izdan chiqishi. Mazkur hisobot mualliflari yanada chuqurroq savol qo'ymoqdalar. Nega mikro va nanoplastik aynan shunday harakat qiladi? Nega u oqsillar bilan bunchalik faol ta'sirlashadi? Nega u hujayralarning ichiga kiradi? Hisobotda kelgusi tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida nanoplastikning elektr tabiati ko'rib chiqilgan. Mualliflar zarrachaning xatti-harakatini to'liq tavsiflash uchun Z potensial deb ataladigan nanoplastik sirtqi zaryadining o'zi yetarli bo'lmasligi mumkinligiga e'tibor qaratishgan. Ular zaryadning yanada murakkabroq ichki tuzilishi, nanoplastikning sirt osti elektr tuzilishi, dipol konfiguratsiyalari, tutilgan zaryad qopqonlari va elektritga o'xshash holatlar haqidagi tadqiqot gipotezasini ilgari surishgan. Bu juda muhim jihat, chunki bu yerda yechimlarni izlashga yondashuvning yangi istiqbollari ochiladi. Yirik plastik chiqindilarni yig'ib olish mumkin, lekin plastik havo, suv, tuproq, organizmlar va ozuqa zanjirlarida tarqaladigan mikro va nano zarrachalarga parchalangach, ularning barchasini mexanik usulda tozalab bo'lmaydi. Shu o'rinda yanada asosliroq savol tug'iladi. Bunday zarrachalarni nafaqat aniqlash, balki ularning elektrostatik vositachiligidagi bioreaktivligini qanday kamaytirish mumkinligini tushunishning imkoni bormi? Aynan shu sababli ham ushbu hisobot ilmiy izlanishlar va fanlar aro tadqiqotlarning keyingi bosqichi uchun yo'l xaritasi vazifasini o'taydi. Mualliflar alohida qayd etgan amaliy yo'nalishlar sirasiga quyidagilar kiradi. Monitoringning yagona xalqaro standartlarini ishlab chiqish, o'zaro muqoyasa qilinadigan o'lchov uslublarini joriy etish, 10 mikrometrdan kichik bo'lgan eng mayda fraksiyalarga alohida e'tibor qaratish, zarrachalarning sirtini, eskirishini va zaryadini o'rganish hamda keng tarmoqli fanlar aro hamkorlikni yo'lga qo'yish. Xususan, toksikologlar, klinisistlar, biofiziklar, ekologlar, materialshunoslar va tahliliy texnologiyalar bo'yicha mutaxassislar o'rtasida hamkorlik o'rnatish.
Biz odatda atrof muhitga qancha plastik tushdi degan savol qo'yishga o'rganib qolganmiz. Ammo keyingi va undan ham muhimroq savol ehtimol quyidagicha yangraydi. Plastik ko'zga ko'rinmaydigan holatgacha parchalangandan keyin u bilan nima sodir bo'ladi va biz bu bilan nima qilishimiz kerak? Nanoplastik salomatlik, ekotizimlar va muhit uchun xatarlarning tizimli tahlili nomli hisobot nanoplastik bu tizimli xatarning yangi shakli ekanini ko'rsatadi. Bu zarrachalar atrof muhitimiz va hayotimizning yanada kattaroq qismiga aylanib ulgurmasidan bu xatarni bugunoq ilmiy va xalqaro jamoatchilik darajasida tan olish muhim.